Erkak va ayollarda bepushtlikning ko'payib ketishiga nima sabab bo'ladi? Ayollarda va erkaklarda? Ko'p ayollar keladi, mana turmushga chiqdi. Ularda hayz sikli buzilgan, yangi uyga kelin bo'ldi. Yana o'rganish, ya'ni adaptatsiya davri bo'lish kerak. Bularda esa bizda o'zbekchilik bilamiz-ku. Bir oy o'tgandan keyin homilador bo'ldimi, yo'qmi? Bu ayolda stress ketadi. Chunki kech uxlaydi. Bu uyga o'rganish kerak, endi uydagi yashaydigan odamlarning xarakteriga to'g'ri kelish kerak. Bularda xohlasa, xohlamasa hayz sikli buzilishi mumkin. Bu kech uxlaydi. Keyin bu esa o'z navbatida prolaktin gormonining oshishiga olib keladi. Prolaktin gormonimiz oshdi degani, follikullarni o'stiradigan gormonimiz, FSH gormonimiz tushib ketadi. Bu esa follikullarning yetilmasligiga, ovulyatsiya bo'lmasligi va bepushtlikka olib keladi. Demak, uning asosiy, nima qilish kerak? O'z vaqtida uxlab, ya'ni Ertalabdan turib turmasdan, o'sha narsalarga e'tibor bersak, demak bu o'z-o'zidan normal holat bo'lib ketadiganga kiradi. Undan keyin esa bachadonni o'zidagi muammo bo'lishi mumkin yoki tuxumdondagi muammolar yoki bachadon naylaridagi bo'ladigan muammolar ham homilador bo'lmaslikka olib keladi. Tuxumdonni qarab chiqqanimizda, ya'ni follikulamiz bor, yo'q, ya'ni yoki kam, ko'p miqdoriga qaraymiz. Ya'ni ovulyatsiya bo'ladimi, yo'qmi? Bularga e'tibor beramiz. Bachadonga qaraganimizda, bachadon ikki shoxli bachadon bo'lishi mumkin yoki bitta shoxli bachadon bo'lib kichkina bo'lishi mumkin, ya'ni hajmi. Endometrik qavatida muammolar bo'lishi mumkin. 3 qator, 3 qavat bo'lmasdan ingichka bo'lishi mumkin yoki endometrik qavatida poliplar. Bu ham homilador bo'lmaslikka olib keladi. Bachadon naylarini qarab chiqqanimizda, bularda yo bachadon naylari yopiq yoki ochiq bo'lsa muammo yo'q yoki chala ochiq. Shunday holatlar bo'ladi. Bunday bemorlarga nima tavsiya beriladi? Fizioterapiya olishi, ya'ni davolanish ya qayta rentgen qilinadi. Agar bachadon naylari ochilmasa, bu demak ekoga tavsiya beriladi degani bo'ladi. Keyin ana urologlarimiz hozir tushuntirib aytadilar va albatta turmush o'rtog'ini analiziga biz baribir e'tibor beramiz. Faol qancha, ya'ni homilador biladimi? Bu narsalarga e'tibor berib qarab chiqamiz va albatta urolog, androlog tekshiruvi va nazorati va uni maslahati. Keyingi bepushtlikni eng qiyin, muammoli bepushtlik turi bo'ladi, bu immunologik bepushtlik. Bu holatda turmush o'rtog'ida ham, ayolda ham muammo yo'q. Hamma narsa yaxshi, lekin homiladorlik kuzatilmaydi. Demak, bu holatda biz tekshirishimiz kerak bo'ladi. Genetikani va bular bilan chuqurroq izlanishga to'g'ri keladi. Hayot davomida orttirilgan bo'lishi ham mumkin. Lekin u erkak o'zidagi bepushtlikni qachon biladi? Qachonki turmush qurgandan keyin farzand bo'lmasligi oqibatida urolog mutaxassisga borgandan keyin tekshiruvlar natijasida, ya'ni spermogrammani natijasi 0 bo'lsa, biz bepushtlikni tashxis qo'yishimiz mumkin. Hayot davomida orttirilgan o'tkir yuqumli kasalliklar bo'lishi mumkin. Masalan, bu epid paratit degan kasallik. Xalq tilida tepki deyiladi, ruschasiga svinka deyiladi. Va buni aksariyat, endi hozir unchalik emas turibdi, lekin oldinda shunaqa bolasi paratit bo'lib kasal bo'lgan oilada nima qilamiz deganda, tabibga olib boramiz. Tabib ham homilador bo'lishi kerak yoki Hasan-Husan tuqqan ayol kishi bo'lishi kerak va tepib qo'yish kerak. Bu tabibga borib teptiradimi, teptirmaydimi? O'rtacha 3 kun, 5 kun ichida bu o'tib ketadi. Ya'ni bu limfa tuguni ishib, birinchi limfani zararlaydi va ishib o'tgandan keyin qon tomirlar orqali haligi infeksiya, o'tkir infeksiya moyaklarga kelib, moyaklar to'qimasini shikastlaydi. Moyak to'qimasi shikastlangandan keyin bu yaxshi bo'lib ketdim deb o'ylaydi, voyaga yetadi, uylanadi, o'rtacha 18, 22, 25 yosh atrofida uylanadi. Uylangandan keyin farzand bo'lmaydi. Borib analiz topshirsa, analizlarda spermogrammada urug' foizi 0. Urug' yo'q. To'yis spermogramma bor, lekin uning ichida tirik urug'larning soni yo'q. Biz tekshiramiz, o'rganamiz, analizni surishtirsak, yoshlikda ko'pincha epid paratit kasalligini o'tkazgan bemorlar bo'lib chiqadi. Ana shu bepushtlikni oldini olish uchun biz yoshlik davrida agarda shu bolada tepki kasalligi uchrasa, yalg'ilanish bo'lsa, albatta birinchi o'rinda yuqumli kasalliklar shifokoriga, ya'ni infeksionistga olib borib, to'g'ri davolashimiz kerak bo'ladi. Ana shunda biz oldini olishimiz mumkin bo'ladi. Ba'zi bir bemorlarda hayot davomida masalan varikotsellik kasalligi orttirilgan bo'lishi mumkin, og'ir jismoniy ish bo'lishi mumkin. Ana shu evazida tomirlar kengayadi, kichik chanoq bo'shlig'ida
dimlanish paydo bo'ladi. Tomirlar kengaygan moyakda varikotsellik deb tashxis qo'yamiz. Varikotselliklisi bo'lgan bemorlarda odatda gemoroy bo'lishi mumkin. To'g'ri chayda masalan tomirlar kengayib chiqishi mumkin. Ham gemoroy ham varikotselliklisi bo'lgan odamda prostata bezida dimlanish bo'ladi, qon yaxshi aylanmaydi. Erektil disfunksiya bo'ladi va moyak qon aylanishi yaxshi bo'lmagandan keyin o'zidan ekskretor funksiyani buzilishi kuzatiladi. Ya'ni o'zidan ishlab chiqaradigan urug' hujayralarni foizi pasayib boradi. Bu foizlarda aktivlik holati bo'lishi mumkin, tiriklik holati bo'lishi mumkin. Asosiy tekshiradigan parametrlarimizda aktivlik holati masalan 15, 10 dan past bo'lsa, bu ham farzand bo'lish ehtimolini pasayib boradi. Yoki tiriklik foizi 50-58% dan past bo'lsa, buni ham farzand bo'lish ehtimoli pasayib boradi. Shuning uchun biz bunaqa bemorlarni agar varikoz holati aniqlansa, ularga to'g'ri yo'nalish beramiz. Amaliyot qilish kerak bo'ladi, jarrohlik yo'li bilan bu muammoni masalasini yechib beramiz va undan keyin urug' foizlarini ko'tarish uchun qilinadigan terapiyamiz, muolajalarimiz rejali ravishda boradi. Bu rejali ravishda deganim kamida 2 oy, 3 oy, 6 oy, ya'ni 1 yilgacha vaqt talab qilinadi. Bu urug'larni tiklash, urug'larni tiriltirish, foizlarni ko'tarish bu vaqt talab qiladi. Qanaqa hollarda er va xotinga muolajasi tavsiya qilinadi? Eko muolajasi biz erkaklar tomonidan tekshiruv o'tkazganimizda albatta spermogrammada tirik urug' hujayralari bo'lishi kerak. Agarda tirik urug' hujayralari bo'lmasa, 0 bo'lsa, biz u bemorga biopsiya, ya'ni teziya amaliyotini taklif qilamiz. Ya'ni bunda moyakdan biopsiya olinadi, tekshiriladi. Ana shu tekshirilgan to'qimada tirik spermatozoid hujayra bo'lsagina biz ekoga ko'rsatib bera olamiz. Agar unda ham tirik hujayra bo'lmasa, spermogramma 0 bo'lsa, biz faqat bemorga endi bizda musulmon davlatlarida mumkin emas deb aytiladi, donorskiy deyiladi bu narsa. Donorskiy yo'nalishini berishimiz, tavsiya qilishimiz mumkin. Undan boshqa hozircha yo'li yo'q.